Mehmon kutgan kunim. Bu o'sha videoning ikkinchi qismi. Bu safargi kontentim hammasidan o'zgacha. Charchoqlarimni yengish uchun ishlarimni oynada selfie qilishdan boshladim. Har safar sizlarga uyimni toza holatda qo'yaveramanmidi. Mehmonlar ketgandan keyingi bardaklik holatini ham ko'rsatishga qaror qildim. Mehmon kutish mazza-da, ishdir, supur-sudra odamni charchatadi-da. Mayli, zato qancha kishi bizning haqqimizga duo qilib ketishadi. Aynan shu joyda o'zim haqimda sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ismim Muxlisa va yoshim 23 da. Mitti farishtani onasi va Nona oyijonimlarning katoy kichkina kelinlari bo'laman. Oilaga shunchalik mehr qo'yishimning sababi oila a'zolarimning meni qadrlashidir. Kichkina bo'lishiga qaramasdan, farishtam ham hozirdan menga yordamchi. Xonaga kirsam bolalar mazza qilib o'ynashayotgan ekan. Mana ularga qo'shilib, ozgina charchoqlarimni chiqazib oldim. Krasavchigim kipliklarini rosa sevaman deb. Masalan, farishtamni ham uyqusi kelib qopti. Tezda uxlatib qolgan ishlarimni davom ettirdim. Yaxshi ish, yaxshi. Uyni toza holatda ko'rish undan ham yaxshi. Tikki 1 minutlik videoga otlab qilgan ishlarimni sig'dirdim. Mayli, zato uylarim chinni-chiroq bo'ldi. Sizlar uchun bugun ko'rgan eng motivatsion video shu bo'ladi. Buni bo'lib qo'yib bitta yurakchani bosib ketinglar. Muhimi o'zi sizlardan rozi bo'lsin.